Valyuta bozori yana harakatda. Dollar kursi yana ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 28 yanvardan boshlab yangi rasmiy valyuta kurslarini e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh dollarining rasmiy kursi 29 so'm 9 tiyinga ko'tarilib, 12.128 so'm 2 tiyinni tashkil etdi. Yevro ham o'smoqda. Yevropa valyutasi 65 so'm 79 tiyinga qimmatlashdi va 14.419 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli biroz pasaydi, 0 so'm 12 tiyinga va 158 so'm 52 tiyinni tashkil etdi. Xitoy yuani yana ko'tarildi. Uning qiymati 4 so'm 4 tiyinga ko'tarilib, 1743 so'm 73 tiyinga yetdi. Qimmatbaho metallar bozorida ham o'sish kuzatilmoqda. 1 gram oltin narxi 30 ming so'mga oshdi va 2.037.300 so'mga yetdi. Kriptovalyuta bozorida ijobiy o'zgarish kuzatildi. TradingView ma'lumotlariga ko'ra, 27 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:00 da Bitcoin kursi 839.986 so'mga oshdi va taxminan 1 milliard 63 million 419.424 so'mni tashkil etdi. Xulosa oddiy, bozor tinch emas. Valyuta, oltin va kripto hammasi harakatda. Biz kuzatishda davom etamiz. Aylandi. Kuchli qor yog'ishi odamlarning hayotiga zomin bo'lmoqda. 26 yanvar kuni Yaponiyada kuchli qor bo'ronlari tufayli kamida 16 kishi halok bo'ldi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning g'arbiy va shimoliy hududlarini qamrab olgan qor jabhasi katta talafotlarga olib kelmoqda. Eng yomon vaziyat Niigata va Akita prefekturalarida kuzatildi. Niigatada 11 kishi, Akitada esa 4 kishi halok bo'ldi. Yana bir o'lim Yamagata prefekturasida qayd etildi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, fojiali vaziyatlar xuddi shu ssenariy bo'yicha takrorlanmoqda. Ba'zi fuqarolar og'ir va nam qorni tozalash paytida tomlardan yiqilishdi. Boshqalar yo'llar va yo'laklardan bir necha metr balandlikdagi qor uyumlarini tozalash paytida kuchli jismoniy kuch sarflashga bardosh bera olmadilar. Tibbiy xizmatlarning ma'lumotlariga ko'ra, faqat shu 3 ta prefekturada 120 ga yaqin jabrlanuvchi bor. Ularning ko'pchiligi jarohatlar yoki og'ir ahvol tufayli kasalxonaga yotqizilgan. So'nggi kunlarda Niigata, Akita, Yamagata, Shimane prefekturalarida, shuningdek Hokkaido orolida bo'ronlar kundalik hayotni deyarli falaj qildi. Betartiblikning eng yaqqol ramzi Sapporoning Shin Chitose xalqaro aeroporti bo'ldi. U yerda 56 ta reys bekor qilindi. Natijada minglab yo'lovchilar va sayyohlar aeroportda qolib ketishdi. Odamlar chamadonlarida yotib, terminallarda uxlashga majbur bo'lishdi. Hamma aviakompaniyalardan so'nggi ma'lumotlarni kutayotgan edi. Shuni eslatib o'tish kerakki, ilgari AQShda qor va qattiq sovuq bilan birga bo'ronlar kamida 7 kishining hayotiga zomin bo'lgan edi. Mutaxassislar ogohlantirmoqda. Ob-havo bilan bog'liq xavflar ortib bormoqda. Ehtiyot bo'lish har qachongidan ham muhimroq. Yurtimizda ham hali qish tugamadi. O'zingizni ehtiyot qiling.